Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Begumslarimiz savdosi ham boshlanib qoldi. Mana 2025-yilning sentyabr oyining 24-sanasida video qilyapmiz. Elaklardan chiqayotgan begumslarimiz holati. Mana shunday juda granola holatida elagimiz 0.3likka 0.6lik aralashtirib qopga solamiz. Bu joyimizdagi tayyor bo'lgan begumslarni joyida ko'rinayotgan bo'lsa traktorchamiz bor. Shu bilan bir qator yaxshilab yurgandan keyin deyarli elash holatiga kelib qolyapti. Ichida bitta ikkita yeyilmay qolgan joyi ham bor. Bir qator sizga ko'rsataman. Elakdan aravachamizga tushyapti shu holatida. Traktorchamiz juda foydali bo'ldi. Ya'ni joyida ezib keyin elayapmiz. Elaganda ham 2 tonna begumsdan chiqsa bir atxot bo'lib 100 kilo 150 kilo atrofida chiqyapti. Bunday qilinishdan oldin bir qator traktorchamizni elab ustini mana bunday holatida qora klemkalar bilan yopyapmiz. Yopilgandan keyin namligi kam bo'ladigan bo'lsa namligi hamma joyiga boradi-da, ezilmay qolgan. Begumslar ham ezilib titilish holatiga keladi. U deganimiz klemkani yopishim sababi mana suv berilmaganiga 1 oydan o'tdi. Tayyor bo'lgan begumslarni cho'lchangni bir qator ajratib olgandan keyin joyida turadi. Turganda reaktorning tagidagi shilta bo'lish holati ham bo'ladi ayrim holatlarda. O'sha holati ham yo'qoladi. Joyida turgandan keyin ko'rinayotgan bo'lsa mana traktor bilan haydalmagan joyi bu. Mana shu holatida. Ya'ni elashdan oldin 1 oycha oldin suvdan to'xtatib tagigacha bir tekisda juda zo'r holatda begums chiqadi. Ichkari holatimizdan 8 ta reaktorimiz tugab, joyiga yangi go'nglar solib, yangi cho'lchanglar tashlanib, ya'ni yangi deganimiz mana bu joylarimizdan zich joylarni olib tashlab shu holatda ko'payyapti. Hozirgi kundagi cho'lchanglarimiz holatini sizga sotuvdagi holatini bir qator siz aka-ukalarimizga ayrim joylardan ko'rsatib o'tamiz. Shu o'rtada Qashqadaryoga, Samarqandga, o'zimizning viloyatlarga cho'lchang dastavkalarimizni amalga oshirdik avgust oylarida. Cho'lchanglarimiz. Hozirgi kunda shu 6 ta reaktorimiz cho'lchanglari inkubatsiya holatida ko'payib, shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimizga yetkazib berish ishlarini amalga oshiryapmiz. Mana bu joyimizga yaqinda go'ng berdik. Mayin holatiga kelibdi. Ichidagi cho'lchanglarimiz holati ko'ryapsiz. Shunday zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari. Bu biznes qanday biznes deganda, bu oddiy mol, qo'y go'nglarini shu hozir ko'rgan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari yordamida 5-6 oy davomida qayta ishlab o'simlik dunyosi uchun juda muhim va kerakli bo'lgan tabiiy o'g'it, ya'ni begumsga aylantirib beradi.
biyagumsda ekilgan har qanday mahsulot tabiiy mahsulot hisoblanadi. O'zingiz ko'rdingiz, hozircha 3 ta reaktorimizdan chuvalchanglarning holatini ko'rsatdik. Mana bu joylarimizga esa boya ko'rgan, boshda ko'rib o'tdingiz, ilanayotgan jarayonda xuddi shu holatda mana bu joylarimizga chiqarib elab avgust oyida где-то bitta reaktorimizdan 5 tonnadan chiqdi, 40 tonnasini berib yubordik. Shu o'rtada ham shogird aka-ukalarimizdan bir 70 tonnadan ko'proq biyagums olib, uni ham dehqon aka-ukalarimizga berdik. Natijasi juda yaxshi holatda bo'ldi. Qolgani mana 3 ta jam bo'lib 6 ta reaktor hozir inkubatsion hisoblanib turibdi. Chuvalchanglarimizni zishligini ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu joyimizdagi och holatdagi chuvalchanglar ekan. Oxirgi partiyalarda berilgan joyidan ko'rsatyapmiz. Mana bugungi sana 2025-yil sentyabr oyining 24-sanasida video qilyapmiz. Chuvalchanglarimiz holati mana shunday a'lo darajada. Hozirgi kunda chuvalchanglarimizni 1 kvadrati 1 million so'mdan 2 ta banan korobka hisobida juda zich holatda qilib yetkazib berishlarni amalga oshiramiz. Biyagumslarimizni kilosi esa 1 kilosi yangi go'ng berilgan. Hozir go'ngga aralashgan holati uncha ko'rinmayapti, lekin zishligini o'zingiz ko'rib turibsiz, juda yaxshi holatda. To'g'ridan to'g'ri videoni uzmagan joyini ko'rsatyapmiz. Biyagumslarimiz 1 kilosi 1400 so'mdan sotuvlari amalga oshirilmoqda. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin.